Shunaqa kerak, bizda ovqat ham tugab qoldi. Hozirchalikda bizda suv qoldi. Buni ham ichib olamiz. Mana ichib ham oldim va bizga endi suv kerak bo'ladi. Va bizda ham suv yo'q. Bu yerda qishloq bor ekan, reska yugurib boramiz. Va bu yer ham cho'l bo'lgani uchun men sayohatga chiqqan edim va adashib qolgan edim. Va qishloqqa ham kelib oldim. Bu yerda mana bunaqa narsalar, daraxtlar ham yo'q ekan unchalik va negadir bu yer menga yoqmayapti. What the fuck, bu nima? Bu qishloqmi bu yoki bir tashlandiq qishloqqa o'xshayapti. Bu yerda ham ovqat bor ekan, suv ham bor ekan. O'zimga suv ham olib oldim va menga ovqat kerak bo'ladi va ovqatni mana shu yerdan olib olaman. Bu yerda hech kim yashamaydigan o'xshaydi. Bu yerda qishloqlar bo'lishi kerak edi, lekin bu yerda qishloqlar yo'q ekan va o'zgina men shunaqa narsalarni olib olaman va o'z qornimni ham doydirib olsam ham bo'ladi. Va bu yer tashlandiq qishloq ekan va bu hamma narsalarni olib olamiz. Bu yerda fakil ham yo'q ekan. Bu nima? Qoch. Bu nima? Bu yerga kel. Qoch. Nima bu? U bilasizlar nima bu? Va qochib ham oldim va meni tutishga ozgina qolgan edi va men o'zimga kerakli narsalarni oldim va men yeb ichishga narsalar ham olib oldim va o'zim yashinishga yer topib olishim kerak. Menda shunaqa ozgina ovqatlar suv qoldi. Suv menga topish oson bo'lyapti, lekin menga ovqat kerak bo'lyapti va men undan qochib olishim kerak. Ozgina suv ichib olishim kerak. Mana suvni ham ichib oldim va suvni yana to'ldirib olaman va men ozgina charchagan edim. Men dam olib turaman. Mana ozgina dam olib oldim va endi biz suvni ichib olishimiz kerak va bizga kerakli narsalarni qidirib ko'rishimiz kerak. Menda ozgina ovqat bor va shunaqa gaplar. Men ozgina yotib oldim, soat 1-2 soat yotdim. Va endi o'zimga kerakli narsalarni qidirib ko'rishim kerak. Va bu yerda nima bu? Qonmi obraslar? Qon bor ekan bu yerda. Bu g'alati qishloq deb o'ylagan edim. Bu g'alati qishloq ekan. Birinchisida esa bizga horror ko'ringan edi va ikkinchisida bizga qon ko'ringan edi. Bu g'alati qishloq. Shunaqa g'alati qishloqda qolib bo'lmaydi. O'zimizga kerakli narsalar reska qidirib olamiz. Bu yerda kerakli narsa yo'q ekan. Bu yerda pechka bor ekan. Hozirchalikda bu yerda qishloqlar yashamaydigani o'xshaydi va sandiq bor ekan. Wow, sandiqning ichida bizga kerakli narsalar chiqdi. Qilichimiz ham bor. U horonni ham biz o'ldirsak ham bo'laveradi va shunaqa qilib qornimizni ham doydirib. Bu yerda ham nima? Kir bo'lmasam o'lasan. Nima? Men kiramanmi? Bu yerga kiraman. Qochib keldi. Kim tushirib yubordi meni? Nima? Men bu yerda turishim kerakmi endi? Nima qilishim kerak? Yordam beringlar. Meni chiqaringlar. Kim bor? Meni chiqaringlar. Qishloqlar chiqaringlar. Jeterlar kim bor bu yerda? Bu yerda g'alati eshik bor ekan. Buni ochib ko'rsammi ekan? U nima ekan? Ochib ko'rsammi ekan? Nima?